tishdagi karyeslarni o'z vaqtida davolatmaslik mana nima oqibatlarga olib keladi. Bu tishimizni holatini ko'rib chiqadigan bo'lsak, karyes ko'y pulpa bo'shlig'i bilan tutashganini ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Bu ko'ygimiz oldingi sal oldinroq, ancha tepada va yuza holatda bo'lgan. Bemorimiz agar o'z vaqtida davolatganlarida tishlarining nervi saqlanib qolinardi va yuza holida plomba qilib qo'ysa bo'ladi. Hozirgi holatda endi karyes ko'ygi ochilganda pulpa bo'shlig'i ochiladi va tishimizni nervlarini olishga majbur bo'lamiz. Qaysidir ma'noda tishimiz o'lik tishga aylanadi. Bu holatda ham agar davolanmasa, pulpaga infeksiya tushadi va tishimiz nervi o'ladi. Infeksiya ildiz uchiga borish natijasida ildizlarning uchida kista granulyomalar hosil bo'ladi va u ham vaqt o'tish natijasida tishni yo'qotilishiga, ya'ni olinishiga sabab bo'lishi mumkin. Agar sizning ham tishlaringizda yuza karyeslar bo'lsa, ularga befarq bo'lmang. Kommentariyada plus belgisini qoldirish orqali bepul konsultatsiyamizga yoziling.